Keling bugun siz bilan kunim qanday o'tganligi va bir necha kichik guruhlarda dars jarayonlari qanday borishi to'g'risida baham ko'raman. Har bir o'quvchi alohida so'ralgach, yangi mavzu tushuntiriladi. Agarda ushbu mavzu bir necha o'quvchilarga qiyinchilik tug'dirsa, uni yaxshi o'zlashtirgan tengdoshlari borib yoniga tushuntirishadi. Bu har ikkala o'quvchiga ham samarali hisoblanadi. Oy oxiri bo'lganligi sabab hozir bir necha guruhlarda imtihonlar ketmoqda. O'quvchilar qaysidir savolni takrorlashmoqchi bo'lsa, tik turib takrorlashadi. Buni asosiy sababi unda diqqat bir joyga jamlanadi. Hech bo'lmaganda oyog'i og'rigani uchun takrorlashni tezlashtiradi. Tushlikka chiqib mazza qilib kitob o'qiyotgan paytimda go'zal manzarani guvohi bo'ldim. Bir necha saxovatpesha vatandoshlarimiz ko'cha farishtalarimizni ro'za Ramazonlarda xursand qilish uchun o'z sovg'alarini ulashayotgan ekanlar. Bu manzaradan zavq olib kechgacha mazza qilib darsimni o'tdim. Bizni ham kechga yaqin xursand qilishdi. Ushbu turdagi video yoqqan bo'lsa, yurakcha bosishni unutmang.